Bugun sizlarga shunday mazali bo'lgan mehmonlar kelganda uyaltirmaydigan salat tuzishni ko'rsatib o'taman. Bizlarga kerak bo'lgan mahsulotlarimiz 3 xil rangda bolgarskiy kerak bo'ladi. Ko'katda, pomidor, chesnok, yana bu qo'ziqorin, ya'ni zamark, kaka. Zamarkni kakani ishlatamiz. Buzlangan bankadagi zamark bo'lmaydi. Ta'mi umuman boshqacha bo'ladi. Undan o'tib o'tirmanglar. Tuzlangan zamark dimsho'r bo'ladi. Salatingizning ham ta'mini buzib beradi. Pomidorlarimizni doğrab olamiz. Pomidor doğragan vaqtda hamma ichini, suvini, tuxumini olib olaman, ajrataman. Bo'lmasa salatlaringizni dum suvi chiqib ketadi. Keyin 3 xil bolgarskiyni shunday iri etib, grubi etib, uchburchak shaklda doğraymiz. Pomidorlarning hammasi tuxumini olish shart. Ham zamarkimizni qaynatgan vaqtida 15 minutdan ko'p qaynatmanglar. Jolli pishib ketsa ham ta'mi o'zgarib ketadi. Shuning uchun 15 minut, 20 minut orasida qaynatib olinglar. Qaynatgan vaqtlaringizda suvni duz solmanglar. Duz shart emas. Zamark pishgan-pishmaganini kesib ko'rib bilaverasizlar, lekin baribir ezilib pishib ketmaydi u. Rezinkadekroq bo'ladi baribir. Ko'katlarimizni ham yana iri etib doğraymiz. Piyozlarimizni ham uzun-uzun etib doğraymiz. Bodringlarni xo'sh shaklda pichoqda kesamiz. Yana zamarklarimiz ham tayyor bo'ldi. Lekin sizlarga tavsiya etsam, ishongan jilidin zamarklarni solmanglar, tarakana o'xshab yotibdi. Bu orasida shunday yoqimsizlari chiqadi ekan, qotdi. Tarakanmi, jukmi, shunday bir hasharotlarga o'xshab ketadi ekan, shuning uchun solmanglar. Pishmaydi ham ekan, dim po'sti qotdi ekan, shuning uchun solmanglar, ta'mini o'zgartirib beradi. Ulraqlarni o'rtasidan bo'lasizlar. Bo'lmasa dim grubi ko'rinadi ekan. Go'shtimizni ham ishongan nozik etib, yupqa-yupqa etib qovurib olamiz. Bunda yana Pepsi ham soldik izidan. Kola bo'lsa, kola ham solaveringlar deb bersam. Kola ham Pepsi ham emas, soya edi bu. Soya baklashganmi, qop-qora buzuqlarni uchun отдельный baklashkaga ko'chirganman. Go'shtni ham qovurgandan keyin hamma masalliqlarni ustidan solib beramiz. Keyin o'zlaringiz xohishlaringizga qarab perprava solasizlar. Men shu aytadiganim hamma 2 xil perprava ishlataman. Bir ham qizil ajji burch, bir ham yenchilgan kinza ishlataman. Shundan 2 qoshiq. Ajji bo'lishini xohlasangizlar 3-4 qoshiq solasizlar. Menga 2-3 qoshiq yetadi. Keyin chesnoklarimizni ham sixakdan chiqarib soldim. Ozroq duzini ko'p solmanglar, ta'mi umuman boshqacha bo'lib ketadi. O'zi bolgarskiylarning shirali ta'mi chiqib, mazali berib turadi salatimizga. 2 qoshiqdan 1 qoshiqdan uksus, 2 qoshiq emas, 1 qoshiq uksus solibman yana. Soyusimizdan esa 2 qoshiq soldim. 1 qoshiq solmadim, ozroq ko'rdim. Yana 1 qoshiq soldim. Keyin yaxshilab aralashtiramiz. Dadam, yana salatimiz tayyor. Ko'rib turibsizlar, dim xushro'y salat bo'ldi. Ta'mi ham shunday mazali, dim mazali salat. Tayyorlab ko'rishlaringizni tavsiya etaman. Men hamma yengilda shu salatdan tayyorlayman. Yengilimiz inan shu salatsiz o'tmaydi. Vaqtlaringizni ayamay ko'rganlaringiz uchun hammangizga rahmat.